Abutjanov Javohir 2004-yil Sirdaryo viloyati qaysi tuman? Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman. Shu yerdan keldilar bugun 27-dekabr. Rossiyada zapretlar bor ekan, umrbodlik PP10 0727 federal nizom 114. Bu to'lanmagan jarima uchun qo'yiladi. Nima holat bo'ldi bu zapret qo'yildi? Yoz oyida 2 marta registratsiya bo'yicha shtraf olganman. 5000 rubllik shtraf. 5000 rubldan 2 marta. To'ladingiz lekin. Uni to'laganman. Cheklarigacha borib endi. Kirdi chiqdi qilganda qo'lingizga qog'oz berib yubordi. Kirdi chiqganda qog'oz berdi. Shu yuristlar bilan gaplashsan deb qaytarib yubordim endi. Buni ochsa bo'ladi, qaytarib yuborasiz. Ha, buni ochsa bo'ladi. Qog'ozlarni ham ekranga chiqaramiz. Xuddi shunaqa PP10 0727 federal zakon horizontal qo'yilgan, ya'ni 5 срочный muddatsiz umrbodlik zapret desa ham bo'ladi. Albatta buni bekor qildirsa bo'ladi. Qaysi organ tarafdan qo'yilgan bo'lsa, shu organga albatta advokat kerak bo'ladi. Moskvada ishonchli advokatlarimiz bor. Davenis berdingiz, notarius orqali iltimos ham berdingiz. Sizning nomingizda ariza yozib, bekor qildiradi. Agar bekor qilmasa, sudga chiqiladi. Ariza yozilib, shu to'lamagan jarimangizni to'lab, cheklarni ko'rsatiladi. Shu orqali zapretingiz 2-3 oy davomida bekor bo'linadi. Sankt-Peterburgdan qo'yilgan ekan. Sankt-Peterburg bo'lsa, shu 3 oygacha cho'ziladi bu narsa, xudo xolasa. Siz hamma narsaga tushundingiz axang. 5 yillik, 3 yillik bu zapretlaringiz yo'q. Yo'q, zapret yo'q, только shu 5 yil. Ishingiz bitgandan keyin yana xudo xolasa nega borasiz? Sankt-Peterburgga. Sankt-Peterburgga borsangiz, xudo xolasa bizga video tashab berasiz. Kelishdikmi? Kelishdik axang. Bizning ofisimiz Xorazm viloyati Urganch shahrida Urduni ko'chasida joylashgan. Ma'rifatchilar 76 desangizlar chiqadi. Al-Kuvayt degan binoda joylashgan. Bizning ish vaqtimiz ertalabki 9:00 dan kechki 21:00 gacha beda. 10 gaplashib kelsangiz bo'ladi, yuzmingiz. Kechki 12 gacha ishimiz, qilgan 12 gacha onlayn ish bo'ladi. Bu yerda istalgan joydan istalgan joyga aviabiletlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Deport zapretlaringizni tekshirsangiz ham bo'ladi. Telegramni onlayn yozib aviabiletlarni sotib olsangiz ham bo'ladi va shu pasportlaringizni tekshirtirsangiz ham bo'ladi. Agar zapretlaringizni ochtiraman desangiz, agar shu Turkiyada ishlab yurib yoki Qozog'istonda yurgan bo'lsangiz ham onlayn yozib bizga shu davenis bersangiz bo'ldi, glavnisi ochtirsangiz ham bo'ladi. Bu holatda ochtirganlar ko'p. Ofisga kelmay ham ochtirganlar bor. Glavnisi shu, puli keyin davenisni bersangiz ham bo'ldi. Esa xudo xolasa ishingiz boshlanadi bugundan. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Deport zapreti bor, tanishlarimizni bu videoni jo'natib qo'yaman.